what here? Ya İngilizce ketdi ya. AI research intern bo'lib ishlayman. Normal xona bor. Normal xonada o'ylab buni Assalomu alaykum hammaga, xush kelibsizlar. Mana hozirgi yangi video, yangi format. O'zi bu Muhammadjonning kanali, lekin men nima deydi, eksperiment qilib ko'rishga harakat qildim. Xo'sh, bugun 3 ta do'st, 3 ta student ishlash, Koreyada hayot va Koreyada bo'layotgan bu AI ga oid yoki bo'lmasa computer science ga oid bo'lgan narsalar haqida gapirmoqchimiz va koreys tili, Koreya madaniyati ham bo'lishi mumkin, Koreya stressi ham bo'lishi mumkin va ko'ramiz nima chiqadi. Eksperiment. Umid qilamiz bu video yoqadi sizlarga, bu podkast. Xo'sh, qani boshladik. Mehmonimiz Qoyilbek Seuldan keldilar. Keyin Sardorbek Seuldan keldilar. Va men Tejondan. Xo'p. Tanishtirib o'tsak, boshida Qoyilbek. Assalomu alaykum, ismim Qoyilbek. Wusong universitetida senior studentman va Seuldagi PSPS kompaniyasida AI research intern bo'lib ishlayman. Hozirgi paytda u PSPS kompaniyasi haqida qisqacha aytaman. PSPS bu CCTV kompaniya. Hozirda biz asosan multimodal vision language modellar bilan ishlaymiz va text video retrieval kabi proyektlar qilamiz. Juda ham Sekura gapirsam bo'ladi. Juda ham qiziq, lekin juda ham nima deydi, cutting edge texnologiyalar bilan ishlashadi. Katta proyektlar. Men ham o'zim tanishtirib o'taman, unchalik muhim emasman. Men ham oxirgi semestrda o'qiyapman, mana shu Wusong degan uni o'qishda. Men bu stazionni. Xo'sh, men ham internship qilyapman. Men ko'proq research laboratoriyada ishlab turibman hozircha. O'shadan o'qib turibman. Shu men kanalim ham bor, YouTube'ga kirsalaringiz ham bo'ladi. Ko'proq shoirona, nima deydi, eksperiment, ijod narsalar bo'lishi mumkin. Lekin Pythonga ham nimadir topsangiz bo'ladi, umid qiladi. Nima deydi, foydali. O'zim bilasizlar. Senior emasman, junior. Keyingi semestr senior bo'laman, xudo xolasa. Shu bulardan farqim internship qilishga harakat qilyapman, o'qib. Shu keyingi semestrda xudo xolasa. Inshaalloh. Xo'p, Qoyilbek, birinchi, nimaga Koreyani tanladingiz o'zi? Koreyaga nima sababchi bo'lgan, kim turtki bo'lgan? Juda ham zo'r savol bo'ldi lekin. Chunki men koreysda o'qiyotganimda ustozim nimaga koreysni o'rganyapsan deydi har doim. Sabab, siz nimaga Koreyaga keldingiz? Shu yoshligimdan chet elda o'qish niyatim bor edi. Shu Amerikaga topshirdim, Kanadaga topshirdim, lekin qarasam ular kontrakti juda ham baland ekan. Shunga Koreya bir affordable option edi. Shunga Koreyani tanladim. Shu konsaltingga borganimda, o'qishga o'zi konsalting orqali topshirganman. Konsaltingga borganimda ba'zi bir yaxshi universitetlar ro'yxatini ham bergan, misol uchun KAISTni, lekin ingliz tilida o'qishdan juda ham zerikkandim. Shunga ular SAT so'ragan. Shunga o'zi ingliz tilidan juda ham zerikkandim, shu sababli Wusong universitetini tanlaganman. Aytdi. Qo'shimcha qilib turay. Ko'proq qilib nima deydi? Ko'proq Koreya haqida aytaylik, ko'proq ish haqida aytaylik, ko'proq AI haqida aytaylik. Chunki bu bola AI ga qaralganda ko'proq, masalan, ish ko'p qiladigan ishi AI da. Masalan, gender narsalarga bo'lishi mumkin. Nima deydi? Tren yaxshi qilmagan uchun. Shunday. Hop. Biz so'rang, anada so'rasiz bo'ladi. Siz so'ravering. Men so'rasam. Mana qarang. Bir kunlik ishingizni aytib bering, bir kunlik analiz. Nima deydi? Ertalabdan kechgacha nima qilasiz? Qayerda namoz o'qiysiz yoki bo'lmasa qanaqa qilib odamlar bilan gaplashasiz? Ishxonangiz qayerda o'zi? Kun tartibingiz ertalab. Shunaqa desak ham bo'ladi. 2 marta tushish shart emas shu. 3 martada. Shunda xullas ertalab bomdodga turaman. Bomdodga turib uxlab olaman, keyin yana bir 7larda to'g'ri. Shular ishda aytib ketaveraymi? Bir kunlik ish tartibingizni ayting. Ish. Shu ishga boraman, ishda 9da boshlayman. Shu 9, 9:05, ba'zan 9:10. Muhimi 8 soat ishlashim kerak. Obedda 12dan 1gacha tanaffus bo'ladi. Shu ishda bizning kompaniyada flexible, biz binomizda har qanday joyda ishlayveramiz. Shu kun davomida endi ko'proq multimodalga oid proyektlar qilamiz. Bitta proyekt misol uchun
data collection, data annotation, model training, model prompt tuning, fine tuning shu nimalar ishimizni bir qismini tashkil etadi. Shunda biz 12 da obed qilishimiz kerak. Bir 11:30 atrofida bir Kubernetes degan Koreyada ilova bor. Shu orqali zakaz beramiz. Kompaniyamiz Seoul AI Hub'da joylashgan. Bu Seulda Sochogu, ya'ni Yangje taraflarda joylashgan va kompaniyamiz Samsung R&D Centerga yaqin. Kompaniyamiz ba'zi bir ishchilari Samsung R&D Centerda oshxonasiga borib ovqatlanadi. Biz u yerda halol optionlari ovqatlar kamligi tufayli biz Kubernetesdan ko'proq halol oshxonalardan zakaz etamiz. Shu biz 11:30 da zakaz etsak 12:05 larga ishdan chiqishimizga keladi. Shu mana 12:40 gacha u yerda bir indoneziyalik, bangladeshlik va boshqa millatlar bor. O'shalar bilan birga musulmonlar bilan birga ovqatlanib 12:40 da tahorat olib namoz o'qiymiz va yana birda ishga qaytamiz. Juda ham qiziq bo'lyapti hozir. Chunki aniq qilganim yo'q. Chunki bizlar jam turibmiz. Shu bilan keyin birga 6 gacha, 6:05 gacha ishlayman. Ba'zan ishlar ko'p bo'lsa overtime ishlaymiz, lekin overtime'ga 1,5 barobar to'laydi. Kompaniyamiz yaxshi, flexible. 8 bilan 10:30 atrofida kelib kechpet muhimi 8 soat ishlasa bo'ldi. Agar overtime'ga qolsangiz ko'proq kechki paytga ham ovqatlanishingizga pul to'laydi. Kompaniyamiz shu afzalliklari bor. Shu meni kun tartibim. Shundan keyin avtobusga o'tiraman va subwayga chiqaman va uyga boraman. Endi bu yerda auditoriya O'zbekistonda ham bor-da, masalan, Subway degan so'zingiz Jejudo, AI Seoul Hub tushmasligi mumkin. Men aniq qilib ketaman. Tarjima qilib ketaman. Bu kishini ishxonasi startup Koreya government, Koreya hukumati juda ham ko'p yaxshi pul ajratgani uchun yangi kelgan internlarga qulayliklar juda ham yaxshi va mana shunaqa talantlarga ko'p ahamiyat berishadi. Birinchisi bularga ovqati, ishlaydigan joyi, internet, Wi-Fi hamma sharoitlarni yaratib bergan. Borib ishlashi kerak, o'sha cutting edge research yoki bo'lmasa applicationlar yaratish kerak va o'shanga juda ham yaxshi sharoit qilib qo'ygan. Kompaniyasi ham o'shunday. Shunaqa qilsak, shunday, lekin shunda nechidan uxlab nechiga turasiz? O'zingizda self analiz qachon nima bo'ladi? Men chunki Me time. me time, chunki aytib ko'ryapman, ko'p odam aytayaptiki, men kompaniyaga kirgandan keyin o'rganaman deb aniq qilyapti. Kompaniyaga kirgandan keyin ko'p o'rganishga vaqtim bo'ladi deb o'ylayapti-yu, lekin ko'plar adashib, ko'p responsibility oladimi yo bo'lmasa ko'p stress olganidan o'ziga yoki self me time ga ajrata olmayapti vaqt. Sizda qanday bo'lyapti o'sha me time? Shu bir avval hozirgi kompaniya, ikkinchi kompaniyam, avval kompaniya boshqa shahar, ya'ni katta Kwanjuda energy related kompaniyada ishlaganman. U yerda bir 13 oy full time internship qildim. U yerda bir kichik bir teamda lead qildim. AI bo'yicha solar plant prediction, solar plant anomaly detection, keyin auction bid amount prediction proyektlar qildik. Undan keyin yaqinda yangi fevralda oxirida yangi kompaniya o'tdim. Seulga ko'chib keldim. Hozir 2 oy u yerda tamomladim. Ko'mak ketyapsiz. Stokdan kelyapsiz-da. Siz temani ayting bo'ldi. Men nima dedim? Savol. Avval kompaniyamda ko'proq overtime ishlardim, lekin hozir kompaniya yaxshi. Overtime ishlamayman. Hay, savol. Me time deyman. Savolga qarang, savol. Savolga javob qarang. Kelamanda description. Yo'q, qarang, savol beraman. Nima? Ishdan tashqari qachon o'zingiz o'qiysiz? Koreys tilini o'qiysizmi? Dasturlashni o'qiysizmi? Rus tilini o'qiysizmi? Ovqat pishirishni o'qiysizmi? Siz javob bering. Sizda nima bo'lyapti? Yo'q, Mendan Muhammadjon deylik, Muhammadjon. Menga ayting, boshqatdan. Yaxshi, o'ylab turing-da. Ishga kelib men javob bering endi. tren qilib turdim. Yo, tren bo'ldi. Evalyuat qilib turing. Muhammadjon, siz. Xo'p, meni scheduleim umuman boshqacha. Ya'ni internship qilmayman, o'qishim bor universitetda, haftada 4 kun, dushanba, seshanba, chorshanba va juma. Payshanbadan
Lekin bundan tashqari men universitet darslaridan tashqari koreys tilim bor, topikka tayyorlanish. Keyin dasturlashdan, ya'ni AI bo'yicha kurs olganman, o'shani o'qiyman. Qanaqa bo'ladi desangiz, bitta darsim onlayn, uni 200 soat vaqt ajrataman kun davomida. Qolgan Capstone Project degani bor. Bu kompaniyaning proyektini olib develop qilamiz. Unga ham kuniga 200 soat ketadi, ya'ni jamoadoshlar gruppada, group project jamoadoshlar yig'ilib, o'tirib, ko'pshopda 200 soat o'tirib, shu dokumentatsiya hamma narsani yozamiz. Unga ketadi vaqt. Keyin yana koreys tili darslarimiz bor. Unga uncha assignment bermaydi, uga vazifa. U juda oson. Va kunning asosiy qismi topikka tayyorlanish o'tadi. Keyin aytganimdek dasturlash kursim bor. O'sha uyga vazifasi ham juda ko'p beradi, uyga vazifa. O'shani qilish bilan o'tadi asosan kunim. Keyin aytsam bo'ladimi yo'qmi? Keyin ko'pincha anaqa serial ko'raman, koreyskiy serial. Oldingi ko'rganim bilan hozir faqat koreyskiy subtitr bilan yoki subtitrsiz даже Praktikaga. ya'ni yodlagan so'zlarimni baribir koreya ko'chida ko'p hammasini ishlata olmayman bir kunda. O'shanga yodlagan narsalarimni eshitsam, men yaxshi deb o'ylayman. O'shaning uchun hozir bir ikkita serialni ko'ryapman. Kuniga bitta ikkita uzog'i. Keyin sportgacha o'zingizga hayotingizga. Sport Chunki o'g'il bola hozir bular hammasi 20 yosh, bizlar 20-25 aktiv. Kuch ko'pda, keyin boshqarish kerak u kuchni. Siz qanaqa sportga boryapsiz yo sportga bormayapsizmi? Qanaqa o'sha energiyani chiqarib olyapsiz? Alba ishim bor, part time. Restoranda u o'zi mehnat talab qiladi, lekin uncha ko'p mehnat talab qilmaydi, kuch. Unga ham kuch ketadi, baribir ham. Lekin eng asosiy kuchimni chiqara oladigan joyim bu futbol. Haftada bir marta bo'ladi. 2 soat, Juda ham zo'r. 2 soat juda qattiq futbol ketadi kechasi. 10-12 gacha. O'zimizda Koreyadagi shu mahalladagi bolalar bilan. Keyin bu yerdagi hamma futbolga chiqadiganlar hammasi o'ynashni biladigan, kuchli o'ynaydigan bolalar chiqqanligi uchun juda qiziq va adrenalin bilan boshqa bo'ladi futbol. Juda ham muhim narsa, chunki bilan kelasizmi, Koreyaga kelmaysizmi? Bu yerda ko'rmaydigan stress borda, havoda bor deydi stressda. Chunki shunaqa odamlar stress deganiga odamlar o'zi bo'lib qoladi. Nima deydi? Isolated, individual bo'lib qoladi. Hozir aytayotgan o'sha futboli realni juda ham zo'r stress chiqaradigan, o'zini formasini ishlab turadigan narsada, o'ziga kelib turadigan narsa. Xo'sh, menimcha me time degan narsaga aytdingiz, javob berdingiz. Me time haftada bir marta futbol, обязательно. Futbol bo'lmasa ham har kuni kechasi deyarli stadionga chiqaman yurganda. Naushnikda uyda bilan gaplashgani, toza havoda yurib, bu ham ancha yordam beradi. Uyda bilan gaplashib, jiyanim bilan gaplashaman. Keyin yana qanaqa gohida lekin har oy ham deyish anaqa noto'g'ri bo'ladi. 2 oyda bir hiking o'shanaqa katta travel qilaman. Serial, qanaqa serial ko'rasiz? Janr. Koreyskiy drama baribir ham. Qanaqa desangiz, ko'pincha real hayotga aloqasi bor. Keyin sevgi muhabbat uncha qiziqmayman. Dokumentary deysiz-da, dokumentary degan yo'q, emas. dokumentary emas, masalan, hayotda real problema olib chiqadigan dramalar. Masalan, oxirgi ko'rganim Weak Hero, ya'ni maktabdagi bullying haqida. 2-sezon chiqqan ekan, birinchisini ko'rgandim. O'sha maktabdagi hozir Koreyadagi koding haksenlari nima qanaqa bo'ladi. Endi real hayotda unaqami yo'qmi, lekin menimcha o'shanga yaqin bo'lishi mumkin. O'shanga qiziqdim. Keyin undan oldin ko'rganim Reply 1998. U eski Koreyani olib chiqqan, shu 1998-yildagi bolalarni, ota-onalarni u eng top 1-birinchi o'rinda turadigan serial bo'ldi men uchun. Chunki Koreyani tarixi juda ham zo'r narsa, ahamiyat berish kerak. Hammaga har xil narsa. Mana aytganidek, o'sha yerlari Koreyani anaqa exponential ko'tarishiga yordam bergan yerlarda o'sha. Rahmat javobingiz uchun. Qo'lbek, qani siz o'ylab ko'rdingiz? Sizni me time'ingizda ishlaylik, me time. Shu 9:40 dan 11:40gacha 2 soat dars qilaman. Undan keyin uydagilar bilan yana bir qisqa qo'ng'iroq orqali gaplashaman. Shu bilan dam olaman. Keyin men bundan oldingi 4 ta podkast gaplashgan bo'lsam, hammasida koreys tilini aytganman. Lekin yaqqol misol koreys tilini bilmasdan kompaniyaga kirgan. Koreys kompaniyaga. Yaqqol misol mana. Shunaqa, agar siz dasturchi bo'lsangiz, hozirgi paytda sun'iy intellekt dasturchilarga
talab juda katta Koreyada. Har bir biznes o'zini biznesiga sun'iy intellektni olib kiryapti. Shu sababli koreys tilini bilish darajasi juda ham muhim emas. Lekin agar siz biznes sohasida yoki boshqa bir sohada o'qisangiz, koreys tili talab etiladi. Shunga endi koreys tili o'rganish niyat bor. Shu meni ikkinchi kompaniyaga kirdim, lekin koreys tilini bilmayman. Sizda qanaqa? Sardorbek, siz ham kompaniyada ishlaysiz. Sizning кейsingiz qanday? Men koreys tilini o'zim self study qilganman. Hozir topik 2 topshirib ko'rdim, eksperiment qilib. Qiyin emas ekan topik. Topik 1 topshirgansiz qilgansiz. Topik 1, balim topik 2. Complicated joyi bor. Shu topik 2. Koreys tili bilganingiz yaxshi ekan. Bilsangiz, ko'proq communication barrier yopiladi, nima deydi? Ko'proq tushunasiz gaplashayotganda ham yaqin bo'lasiz. Nima deydi? Ishdagi odamlar bilan. Shu koreys tili bilsangiz yaxshi, bilmasangiz o'zingiz ishingizni eng zo'ri bo'ling bo'ldi. Shunday. Xo'p. Qanday qilib AI'ni o'rgandingiz? Qanday kirib qoldingiz bu sohaga umuman? Qayerdan boshladingiz? Nimadan boshladingiz? Birinchi marta IELTS o'qiyotgan paytimda Elon Muskda Starlinkga oid videolarni ko'rardim. O'sha paytda keyin OpenAI haqida ham videolar ko'rardim. U paytda Elon Musk ham OpenAIda kompaniyaning bir qismi edi. Shunda bildimki AI bu future field ekan. Va o'sha paytda IELTS topshirdim. IELTSda topshirayotgan paytimda karantin bo'lib qoldi va ingliz tili o'qishdan juda ham zerikdim. Keyin dasturlashga qiziqdim. Karantin paytida ko'chaga chiqmasligimiz kerak edi. Shunda front-end o'rgandim va back-endga o'tib Python tugatishimga yana karantin ochildi. Yana IELTS o'qishim kerak. Shunda yana bir 2 oy, 1,5 oy IELTSga tayyorlanib, IELTS topshirdim. Maqsadim ijtimoiy tarmoq tuzishda, Telegram, Facebookga o'xshagan social media platforma tuzishda. Shunda o'yladimki, AI u paytda juda ham mashhur emasdi, lekin ba'zi bir narsalar bilardim. Misol uchun recommendation system tuzsam bo'ladi AIda, baribir AI kelajakda populyar bo'lib ketadi. Agar birorta bir she'riy bilan social media platforma yaratsa ham, AI qismini men qilaveraman degan xayol bilan AIni boshlaganmiz. Universitetga 2021-yilda tavakkal topshirib, fevralda topshirdik va 2021-yil kuzda o'qishni boshladik. Yo, men savol javob bermasin. Qanday qilib o'rgandingiz AIni? Yo, bo'ldi. Shunda qaysi kursdan oldingiz, kimdan o'rgandingiz o'sha aytmoqchi. Biz AI Big Data topshirdik. Shunda biz Yo, aytib. Bo'ldi. Shunda men javob beraymi? Yo, bilasizmi? Shunda biz o'zi universitetimizda ancha narsa o'rgatadi. Universitetda o'zi Pythonni bilardim. Universitetga kirishdan oldin universitetda Python, data analysis, machine learning, deep learning subjektlar olganmiz. Asosiy universitetda o'rganganmiz. Undan tashqari Kaggle'da short kurslar o'rganganman. YouTube'da videolardan o'rganganman. Lekin maslahatim universitetda subjektga depend bo'lib qolmanglar. Chunki universitetda ham ishlayotganda hamma yoqda o'rgatmaydi. Universitetga kirishdan asosiy maqsad bu networking, o'ziga o'xshagan odamlar bilan birga ishlash, birga o'qish, tajriba almashish bo'ladi. Shunga maslahat berardimki, iloji bo'lsa universitetda o'tadigan fanlardan oldinlab ketinglar. Universitet misol uchun Coursera degan platforma bor, o'shaning kurslarini olsalaring bo'ladi. Shu asosan men universitetdan keyin tashqi kurslarda o'rganib oldim va ba'zi bir proyektlar qildim va birinchi ishimga kirdim va birinchi ishimda juda ham ko'plab neural network bo'yicha eksperimentlar qilib deep learning chuqur o'rgandim. Demak, faqat self study qilib o'qigansiz AI'da. Chunki bu bizni paytda, hozirgi paytda endi mentorlar ko'p bo'lishi mumkin. Bizni paytda deyarli mentor yo'q edi. AI bo'yicha mentor yo'q edi. Shunga o'zingiz disiplined bo'lib, tartib intizomli bo'lib o'rganishingiz kerak. Baribir chalg'ishlar bo'ladi. Shu o'zimiz self study qilganmiz. Shu bola ham yordam bergan. Misol uchun data analysis qismigacha o'rgandim. Hali machine learning model train qilish qismini bilmasdim. Shunda shu bola ham
yo'l ko'rsatgan. Shu bolani ham birinchi ustozimdek ko'raman. Rahmat. Xo'p, O'zingiz qanday AIga kirdingiz? Nima uchun AI tanladingiz? to'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Adam aytganicha. Ya'ni uyda o'zi qiziqish bo'lgan ITga, bunaqa kuchli bo'lmagan. U boshida biznesga kirmoqchi edim, Sejong University'ga. Keyin o'sha adam anaqa AI sohasida qiziqib ko'rdida. Keyin shu AI sohasi shu Wusonda bor ekan. Mana kassansiya orqali kelganman. AIga shu adam o'qib degan uchun o'qiyman. Sizga nima sabab bo'ldi? Qanday AI sohasiga kirib keldingiz? Nima sizni inspire qildi? Shuncha qiziqish, shunchaki просто datarlar ko'p, ma'lumotlar ko'p. Ma'lumotlar olib analiz qilsa bo'ladi. Internet shu. Bu savolga bir to'g'ri javob bering. Nima motivatsiya bo'ldi? Bu datalar analiz qilish kerak, ma'lumotlar ko'pligini AI sohasiga kirib kelib bildingiz. To'g'rimi? Shunda sizga nima motivatsiya bo'ldi AI sohasiga kirishga? Nima turtki bo'ldi to'g'rirog'i? Misol uchun biznes o'qishingiz bo'lar edi, lekin bu siyosatchi bo'lsangiz bo'lar edi. Turtki chunki u yerda nima desa bo'ladi, matematika bor edi, data science-da, keyin data science-da ma'lumotlar bilan ishlardingiz, ma'lumotlar bilan ishlaganingizda o'sha ma'lumotlarga oid nimadir qilsangiz bo'lardi. Bitta misolim bor edi, ana bu. Nonvoyxona bor, nonvoyxonada non pishirishadi. Qancha non qilishini bilmaydi, masalan aytaylik. Mana shu ma'lumotlari orqali shunaqa model qilsa bo'ladiki, u ertaga qancha non pishirish kerak, o'rtacha ham bu nima deydi. Bayramga qarab, kun qanaqa kunligiga qarab, nechta odam kelishiga qarab, sezon, ob-havoga qarab yoki bo'lmasa shunga o'xshagan narsa qilib model qilsa bo'lardi, qilib ko'rganman-da. O'shandan keyin shunaqa narsalar qilsa bo'lar ekan. Ma'lumotlar juda ham yaxshi narsalar ekan. Xo'sh, shu ma'lumotlar orqali nimadir qilib odamlarga foyda keltirsa bo'lar ekan. O'shanaqa yo'l bilan borganman. O'sha Kaggle degan samaytingiz, o'sha Kaggle anov bo'lgan, nima deydi? Fundament bo'lgan. Kaggle'da o'rganib, competitionga qatnashib, darslar olib, o'rganib. Mana shular qilib yurganmiz. Keyin asosan men bu korporatsiya yo boshqa bir odamlar o'qib, deep learning, AI'larni olib chiqib, LLMlar chiqqandan keyin u yanada bo'lib ketdi. Nima deydi? Trendga chiqib, katta value'ga aylandi. U payt biz boshqa edik, bu hozir nima deydi? Hype bor bu yerda. Chunki 2022-yilda ChatGPT degan platforma mashhur bo'lib ketdi, ChatGPT-3. Shundan boshlab o'zi AI boom bo'lib ketdi, ya'ni AI juda mashhur bo'ldi. Biz o'rganayotgan paytimizda ham AI mashhurdi, lekin unchalik bas edi. Shunda hamma biznes egalari, keyin hamma o'quvchilar og'zida, hammalar og'zida AI degan narsa mashhur bo'lib ketdi. Shu bilan ya'ni bizga talab, AI dasturchilariga talab oshdi. Xuddi shunday. Hozir Koreyada ham shu yetarlicha AI senior AI injenerlar bo'lmaganligi uchun ham shunaqa internship chet elliklarda ko'p olish holati kuzatilyapti. Juda ko'p. LinkedIn yoki boshqa Job Korea, Xaramin, yana Cowork'ga hammasi ko'rsa, AI engineer, ML engineer juda ko'p. Anaqa vakansiyalar. Koreya kompaniyalarida deyarli AI internlar bilan AI injenerlar deyarli farqi yo'q. Faqat student bo'lganingiz uchun sizni titlingiz AI intern hisoblanadi, chunki viza o'zgartirilmaydi. Deyarli ba'zan full time worklardan ko'p ish qilasiz, yaxshi resurslar qilasiz. Misol uchun avval kompaniyamda full time worklar bilan ishlardik, lekin o'shanda ham ko'plab resurslar, proyektlarda asosiy qismida qatnashganman. Asosiy qismini qilgan desam ham bo'laveradi. Hozir kompaniyada ham deyarli AI research engineer bilan deyarli bir xil narsa qilamiz. Просто title AI intern deb ataladi, chunki biz studentmiz hali. Keyin Koreya internshipdan farqi nima? Bular qilayotgan programmani, bular ko'p, ya'ni bular hozir aslida student, universitetda o'qish kerak, kredit olish kerak bitirish uchun. Ko'p programma esa u juda ko'p dokumentatsiya orqali qilinadi, kompaniya bilan kelishgan holda. Student ishlaydi kompaniyada, lekin u ishlayotgan davomida bu yoqdagi universitet semestrga 18 ta kredit yopib beradi avtomatik o'qimasa ham.
Scholarship qanday hisoblanadi? Skidka desak, shu masalan, men hozir 6-semestrim bo'lsa, 7-semestrdan ishga kirsam, 6-semestrdagi average GPA ni oladi-da. O'shanga keyin scholarship chiqaradi. 30%, 40%, 50, 70, 100 ketaveradi o'sha. Keyin o'sha bitirganimcha, ya'ni qolgan 2 semestr o'sha qolgan scholarshipni to'lab kelaman. O'qimasam ham, lekin kredit yopiladi va men kompaniyada ishlab turib universitetni bitirib yuboraman. Shunaqa. Sardorbek 1,5-2 yil bo'lib qoldi ishlaganiga, shunday qilib, to'g'rimi? O'zi bu bola 2024-yil yanvar oyida ishga kirgan, men 2024-yil fevral oyida ishga kirganman. Bu bola o'zi bir chin do'stlarimizdan biri. Kim bilan ko'p vaqt ajratsang, o'shanga o'xshasan deganda biz ham ikkovimiz o'rtoq bo'lganmiz. Universitetda birinchi bo'lib chet elliklardan ishga kirdik o'qish paytida. Men uni qo'shimcha qilib ketay. Ko'p programma agar Koreyada bo'lsangiz, sizni uni qo'shingiz ham shunaqa qilsa bo'ladi. Yaxshilab agar chindan istasangiz topasiz bo'ladi unaqa yo'lda. Keyin aytganda, menimcha average GPA hisoblansa kerak. Bizlarda hisoblansa kerak. Boshqa universitetda boshqachadir. Sizda shunaqa. Lekin o'sha ko'p programma yaxshi narsa. Nima deydi? Hayotga tezroq bosasiz. Haqiqiy katta hayotga tezroq qadam bosasiz. Lekin xavfli joyi ham bor, chunki bitta zo'r bor, nima deydi? Quote bor. Nima deydi quote o'zbekchada? Stata. Yo'q. Iqtibos. Iqtibos deydi-ku. Тяжело в бою. Тяжело в учении, легко в бою deydi-ku. Agarda haqiqiy yaxshi o'qisangiz, ishga kirgandan keyin olib ketasiz. Oson bo'ladi, juda ham oson bo'ladi. Shuning uchun maslahat qattiq gaz bosish kerak. Nima deydi? Yo'l ochiladi, kirib ketasiz. Xudo xolasa. Keyin menga yana yoqadi. Qolbekda birinchi kompaniyasi qanday topgani hikoyasini aytib bersangiz. Shu do'stim ham ishga kirdi. Ikkovimiz chin do'stmiz. Iloji bo'lsa men ham shu Seulda past taraf Songnamdan bu o'rtog'imiz. Shu tarafda ish qidiryapman, nima qilyapman, LinkedIndan qidirdim, Job Koreadan qidirdim. Email yozyapman, emaillar jo'natyapman. Bitta email kompaniya emailga respons berdi, u kompaniya ham qabul qilar ekan, faqat keyingi semestrda olamiz dedi. U robotika kompaniyada. Shunda O'zbekistonga borib keldim. Shunda Qozog'iston orqali uchgan edim. Shu birga bordik ikkovimiz. O'zbekistonga Qozog'iston orqali birga bordik, lekin kelishda bu boladan 3 kun keyin keldim. Sheriylarim yo'q, kasalman, grippman. Yolg'iz o'tirdim. Undan keyin ovqatlandim. Shunda oldimga bitta karis o'tirdi. Yonida bitta odam ham bor edi. Yonimda karis tilda YouTubedan videolar ko'rib o'tiruvdi. Keyin shunda yonimda karis uxlab qoldi. Men o'yladimki, bu endi restdan kech qolmasin deb o'g'atib qo'ydim. O'g'atib turdi yonida odam, "Yo, o'g'atmay qo'yar" dedi. Keyin undan keyin turdi. Undan keyin shokolad quritib olganini O'zbekistondan quritlab berdim. Shunda yaxshi chiqib qoldi. Keyin Koreyaga ketishar ekan ular ham. Avvaliga ularda yo Xitoylik yoki koreyslikda aniq nimam yo'q edi, isbotim. Keyin bildimki ular ham Koreyaga ketar ekan, yana uxlagan edi. Yana uyg'otib qo'ydim va aeroportda o'zi counterlar bo'ladi, chiqish yo'laklari. O'shalar bilan birga chiqdik. Keyin ular so'radi, "Nimaga Koreyaga ketyapsan? Nima qilasan?" Aytdim, "Shunaqa universitetda o'qiyman. Keyingi semestrga internship qilmoqchi bo'laman" degan narsa og'zimdan chiqib ketib qoldi, o'ylamagan edim. Shunda ular aytdiki, "Shunaqa kompaniyamiz bor, biz boshlig'imizdan so'raymiz" dedi. Shularda biznes kartasini oldim. Keyin Koreyaga Inchonga keldi, Inchonda ham xayrlashdik, ya'ni aeroportda. Keyin Koreyaga kelib bir kun o'tgandan keyin dam olib turib, biznes kartalarga qarab, ularning kompaniyasi haqida research qilganimda, yonimda o'tirgan odam kompaniyani CEOsi ekan, ya'ni bosh direktor ekan. Shunda ularga topshirdim. Ularning development teami rezyumemni tekshirib chiqishdi, keyin intervyuga olishdi, team matchingga. Shunda CTO bilan CEO bilan intervyu bo'ldi. Ularning teamiga match qildim va olindi. Ya'ni shu Qur'oni Karimda aytilganda, Allohga istig'for etsa, Alloh o'zi kutmagan tarafdan rizq beradi. Men ham kutayotgandim kompaniyaga kirishni, lekin bu tarafdan kiraman deb o'ylamagan edim.
Shu birinchi kompaniya ham shu aeroportda topganman. Juda ham nima deydi, noodatiy. Noodatiy. Zo'r. Siz qanday topdingiz? Qolgan anavi nima deydi, ana tushib qolgan. Nima? Nima tep tushib qolgan momentum, ko'tarish kerak momentumda. Olib ketdi orqa. Menmi? Siz qanday topdingiz birinchi kompaniyangizni? Shu networking qilib tanishlar bilan, o'rtoq bo'lib, bu nima qildi, bu qaysi kompaniyaga topshirdi, men ham o'sha kompaniyaga topshiray. Shunaqa qilib bitta o'rtog'imdan olganman, nima deydi, email yuborganman, o'rtog'imdan olib bitta kompaniyaga, o'sha kompaniya respons qilgan, olgan ishga bo'ldi shu. Ana nima deydi, просто tanish nima deydi, yaxshi tanish bo'lgan, u ham ish qidirgan bo'lgan, topgan, keyin menga ham yordam bergan topishga shu. Yangi o'rganayotgan AI ga nima deysiz masalan? Mana siz bir yil bo'ldi ishlagan, professional experience. Yangi o'rganayotgan AI'chilarga maslahatim shu, faqatgina misol uchun kod yozavermanglar yo bo'lmasa video ko'ravermanglar. Misol uchun nima demoqchiman? Ya'ni both theory, ya'ni teoriyani ham, praktikani ham ushlab ketinglar, chunki kompaniyaga kirganingizdan keyin ba'zi bir kompaniyalarda seniorlar bo'ladi, ba'zilarida yo'q bo'ladi. O'zingiz o'sha muammoni yechishingiz kerak. Ya'ni bir muammoni yechish uchun har xil gipotezalar aytasiz. Bunday qilib ko'rsak modelni oshiramiz, bunday qilib ko'rsak oshiramiz. Shunga teoriya kerak bo'ladi. Misol uchun ko'pchilik o'zbek tilida kurslar bor, faqatgina qisqa aytib, misol uchun librarylar o'rgatib ketadi-da, misol uchun PyTorch, TensorFlow. Ya'ni meni aytadigan narsam teoriyani ham o'rganib ketinglar, misol uchun. Keyin endi orqasida nima turibdi, keyin nima uchun ishlatiladi? Yo bo'lmasa misol uchun LSTM da orqasida nima turibdi? LSTM da vazifasi nima? Shunga o'xshagan narsalarni ham iloji bo'lsa o'rganib ketinglar, praktika qilinglar. Shuni maslahat bergan bo'laman. Platformami nimadir bormi shu? CNN dedi, CNN, LSTM. O'rgangan. Yo'q, bilmaysizmi? Ya shu ko'proq lekin juda ham zo'r narsalar aytdi. Fundamentga ahamiyat beringizlar, deyapti. Libraryga ularga ishonib qolmang. Chindan ham o'rganing demoqchi-da. Misol uchun librarylarni ham o'rganinglar bir ma'lum bir levelda. Misol uchun ChatGPT dan ham yozsa bo'ladi. Kodni tushunish darajaga yetganingizdan keyin ma'lum bir qismlarni ChatGPT ishlatib yozsalaring bo'ladi, lekin AI bu research field. Shu sababli siz AIda juda ham ko'plab teoriyani bilsangiz yaxshi, chunki ko'plab teoriyani bilsangiz, har xil bir teoriyalarga asosan gipoteza qila olasiz. Agar shu algoritmni yoki shu nimani sinab ko'rsak, modelni oshirishimiz mumkin degan gipotezalar keladi. O'shalar sinab ko'rasiz, keyin modelni accuracy-ni oshirasiz. Misol uchun, agar siz backend yoki front-end engineer bo'lsangiz, unda kod yozish kerak, teoriya kerak emas. Lekin bu AI bu research field bo'lgandan keyin teoriyalar require qilinadi. Men asosan shu teoriyalar ko'pini artikellardan o'qiganman, postlardan. Maslahatim Medium saytini maslahat beraman. Mediumda juda ham ko'plab artikellar bor. Biror bir proyekt qilayotgan bo'lsangiz, proyekt orqali research qiling va research survey qiling. Surveydan qanaqa algoritmlar chiqadi? O'sha algoritmlarni qisqacha bo'lsa ham o'rganib keting. Sizda qanaqadir post yozasizmi, blog post yozasizmi? Masalan, bo'lgan eksperiyensalaringizni ulashasizmi? Masalan, yangi kelgan odam o'rganaman desa, shunaqa qilasizmi yo qilmoqchimisiz? Nima bo'lyapti? Masalan, siz qanchadir yo'l bosib o'tdingiz va odam, yangi boshlagan odam sizni yo'lingizdan bosib o'tmoqchi deylik, tezroq. Siz o'shanga ahamiyat beryapsizmi yo unga ahamiyat bermayapsizmi hozircha? Shu endi xudo xolasa niyat bor, endi blog post yozish niyat bor, lekin sota algoritmlar bo'yicha blog postlar yozmoqchiman, chunki o'zbek tilida misol uchun kurslar bor, lekin bu kurslar AI bo'yicha basicsga ahamiyat beradi, fundamental narsalarga, lekin unda ham teoriyalarni deep o'rgatmaydi, ya'ni chuqur o'rgatmaydi. Men aytgan men endi shunda o'zbek tilida yo ingliz tilida ko'proq endi o'zbek tilida ham fokus bermoqchiman, ya'ni o'zbek madaniyatiga ham. Sota algoritmlar, misol uchun Transformer, GPT yo bo'lmasa Vision Language modellar bor, yo bo'lmasa oddiy klip OpenAI tomonidan o'rgatilgan klip algoritmi bor. Ya'ni image bilan text. Shunga o'xshagan sota algoritmlarni
haqida blog yozishim mumkin. Chunki bu ham o'zbek auditoriyasiga yetib borish uchun. O'zingizda qanday, o'zingizdan bir blog yuritasizmi yo YouTube kanal yuritasizmi? Meni linkim qo'shib qo'yasizmi? Ha, YouTube kanali aytdi bor deb. YouTube'ga qo'shilsangiz bo'ladi. YouTube'da birlikda nima deydi? Pythonga oid yoki bo'lmasa, data science bo'yicha narsalar bor. Lekin hozir aktiv yuritmayapman, vaqtim bo'lmayapti hozir. Personal reasonlar bor. Lekin keyin bitta savolni ko'tarmoqchiman. Endi general auditoriya uchun uzr so'rayman, lekin bitta so'rab o'tmoqchiman. AGI ga ishonasizmi, ishonmaysizmi va AGI keladimi, kelmaydimi? Bizlar 2027 da ishsiz qolamiz degan gipoteza olib kiryapti odamlar. Siz o'shanga nima deysiz? Men bu 2027 da AGI ishsiz qolmaydi deyman, chunki misol uchun hozir qarasak ko'proq large language modellar qanday ishlashi haqida tushunchaga egaman. Ya'ni ular o'zi fikrlanmaydi, faqatgina trend bo'lgan datani distribution, ya'ni taqsimotiga qarab fikrlanadi. Misol uchun o'shanda ham to'g'ri AI repetitive, ya'ni hamma ham qiladigan, takrorlanadigan ishlarni qilishi mumkin. Misol uchun biror bir narsadan zakaz berishmi, misol uchun AI agentlar yordamida yo bo'lmasa front-end yo ba'zi bir front-end ishchilar yoki back-end ishchilarning o'rnini bosishi mumkin. Chunki ularda nimasi, meni fikrimcha, research nima qilmaydi, research talab qilmaydi. O'shanda ham to'liq bosmaydi. Misol uchun senior ma'lum bir darajada dasturchilarga ham ish qoladi, boshqa sohalarga ham ish qoladi, lekin meni ishonchim bo'yicha hozir agar AIda hozir misol uchun ko'proq datalar foydalanib bo'ldi large language modellarga, ya'ni AGI'ning bir qismiga, AGI'ning bir qismi desa ham bo'ladi. Agar arxitekturada ishlansa, nima qilinsa, meni fikrimcha bir 2035-yillarga kelib ko'plab ishlarni ovarishi mumkin. Agar arxitekturada AIda ko'plab AI dasturlar transformer arxitektura bo'yicha ishlanadi, ya'ni encoder, decoder. Agar bir yana bir AI arxitekturasida qandaydir bir breakthrough bo'lsa, AGI ga erishishimiz mumkin. Mana o'zimning tasavvurim bo'yicha 2027, 2026 ikkinchi qismi, 2027 birinchi qismlar bo'yicha ko'proq physical worldga ko'proq e'tibor beriladi. Ya'ni hozir paytda AI agentlar rivojlanayotgan bo'lsa, ya'ni physical agent, ya'ni robotikalar nima AI body oladi. Ya'ni AI misol uchun insonda brain desa, ya'ni bu tana oladi robotlarda. Ya'ni ma'lum bir tasdiq qila oladi. Bu ham misol uchun AGI bir ma'lum bir qismi desa bo'ladi. Chunki AGI desa birinchi o'rinda aytishimiz kerakki artificial general intelligence. Buni broader termda bu. Misol uchun AGI deb nima nazarda tutamiz? AGI deb misol uchun u matematikada eng zo'r olimdan zo'r bo'ladigan AI'ni nazarda tutyapsizmi yoki odamlardan completely zo'r nimani nazarda tutyapsizmi yoki AGI degani bolakay misol uchun 3 yosh yo bo'lmasa bir maktab o'quvchisi darajasida bolakayni fikrlaydigan bolakay nazarda tutyapsizmi? Shu sababli bu savolga javob berish juda ham qiyin. Juda ham katta narsani aytib o'tdi. AGI shu aytganidek katta narsa. Spektrum. Tushunarli. Nima deymiz yana? Nima bor yana gaplashishga? Savollar beraylik. Eng qizig'i qoldi. Blitz qilamiz bularni. Blitz, shuni juda qisqa berish kerak. Juda qisqa berish kerak. Qiziq savollarni, nima deydi? Qiyin savollar emas anavi. Birinchi bittadan boshlaylik. Noodatiy anaqa. Ben tren bo'lmagan vetlarni chik tren qilib qo'yadigan. Anavi nima deydi? Kreativni berasiz. Kreativность kerak sizga, kreativность. Qanchalik tez respons berishingizni ko'ramiz. Birinchi men beraman, keyin siz berasiz. Siz ko'proq otangizga o'xshaysizmi, onangizga? Keyin nimaga? Keyin nimasi bilan o'xshaysiz? Nimaga o'xshaysiz? O'zi biz inson sifatida ikkoviga ham o'xshaymiz, chunki genetik Yo'q, qarang. genetik jihat. Blitz savol. Qarang. Agar menga savol berishsa, men oyimga o'xshayman, chunki birinchidan yuz tuzishim adamga o'xshashi bilan, lekin xarakterim menga o'xshaydi. Bo'ldi. Mana shu blitz savol deyiladi. Boshqa aytingda, ixborasi uchun. Mayli. Siz ko'proq otangizga o'xshaysizmi, onangizgami? Keyin nimaga? Men ko'proq otamga o'xshayman, bez tuzilishim ham o'zi, yuz tuzilishim ham otamga o'xshadi. Otam ham misol uchun qattiq qo'l, bir ishga kirishsa bir ishda ipini uzadigan odam, ya'ni qattiq ishlaydi. Shu sababli men ham qattiq ishlayman, qattiq mehnat qilaman, ya'ni
hard working pays off degan statement bor ingliz tilida, ya'ni qattiq ish to'laveradi. Shu sababli qattiq ishlayman va otamga o'xshayman. Shu xarakterim o'xshadi. Bir ishga kirishsam, misol uchun qattiq kirishaman. Shu workaholic desam ham bo'laveradi. Workaholic nima degani? Ya'ni juda ham ko'p ishlaydigan odam. Men berishim kerak. To'g'ri, savol sizga ham. Bo'ldi. Menga ham shu. Ha, sizga. Men onamga o'xshayman. Yuzim onamga o'xshab ketadi. Xo'p, keng savol bering. Ideal kuningiz qanday tasavvur qilasiz? Ya, men endi sun'iy intellekt dasturchisiman. Men uchun ideal kun degani requirementlarni to'ldirish, ya'ni modelda ma'lum bir darajada AI accuracy'ni oshirsam, o'sha menga ideal kun bo'ladi. Sizga ham? Men ko'proq anaqa chill guyman. Ertalab ideal kunim qanday? Ertalab turish, sport bilan shug'ullanish, keyin agar vazifalarim bo'lsa, hammasini to do qilish, ya'ni list tugatish, listimni keyin yana hozir deylik AI bo'lib o'qiyotgan bo'lsam, undan tashqari boshqa sohani o'qish, qiziqish. Multitaskingni ko'proq qilish demoqchisiz ideal. Qancha ko'proq qilsam, o'shana ko'proq ko'proq narsa bo'lsa hayotimda ko'proq anaqa rang-barang bo'ladi deb o'ylayman. O'sha ideal kun. Siz uchun nima bo'ladi ideal kun? Misol uchun qanday? Men o'zim savolingizni javob beraman. Savolingizga javob bersangiz. Ideal kun bilmadim, uydagilar bilan o'tirib birga nima deydi? Party kechami yoki bo'lmasa birga She'riyat. She'riyat emas, nima deydi anavi? Ma'noli suhbat deydi-ku, ma'noli suhbat, politikami yo bo'lmasam bu science-ga oid suhbat bo'lsa, o'sha juda ham nima deydi yaxshi narsa. Shunda endi uydan uzoqsiz, siz musofir yurtasiz, Koreyadasiz. Shunda siz ideal kunni nimani tasvirlaysiz misol uchun? Bu endi O'zbekistonda oila atrofida o'tirsa ideal kun bo'la oladi, lekin siz Koreyada qanday tasvirlaysiz ideal kuningizni? Ya shu ideal kun shu Koreyadagi ideal kuningiz. Koreyada ideal kunim ko'proq kitob o'qish. Ko'proq kitob o'qish, shu nima deydi? Kitob o'qish, kitob yozish shu narsa. Ideal. Biror bir kitob yozganmisiz? Yozib yurib. Yozishga hali bor. Kichkina asar-asar yozib turibman. Nima deydi? U o'zimni isloh qilishga anav emas, lekin birovga she'r qiladigan narsa emas-da. Birovga foyda tegmaydi lekin. Ko'payib ketdi agatigani. Keyingisi, bilis. Agar dunyoni o'zgartirish qo'lingizga kelganida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Nima deganda nima kerakdirmi yo odamnimi nima? Yo, nima qilgan bo'lardingiz? Dunyoni o'zgartirish qo'lingizga kelganda nima qilgan bo'lar edingiz? Avvalo o'zimni o'zgartirishim kerak. Dunyoda o'zgartirishim uchun shu agar dunyoda o'zgartirmoqchi bo'lganimda O'zbekistondan boshlardim. O'zbekistonda ya'ni research institutlar sonini ko'paytirardik. Misol uchun Koreyada KAIST yaxshi institutlar bor. Ular medical sohasidan boshlab harbiy sohagacha Koreyani qurollargacha ya'ni algoritmlarda breakthrough yangi bir narsalar innovate qiladigan institutlar, shunga o'xshagan institutlar ko'paytirib, bolalar ta'limga jalb qilib, ya'ni yangi avlodni va davlatni bir top rivojlangan 10 ta davlatga kirishiga hissa qo'shgan bo'lardim. Zo'r qizcha. Bilmadim. Anam ketyapti, politikalar aralashib ketadi. Shu nima deydi? O'rta Osiyodagi barcha anam bor-ku. Davlatlar, anavlar, SNG davlatlar, turklar, anavlar birlashib birga bitta chip kompaniyami bu nima deydi? Vyetnam nima edi anavi? Tayvanga o'xshab bitta qanaqadir chip narsa qilib o'zimizni independence texnologiyalar rivojlantirsa zo'r bo'ladi. Aytganim shu research institutga ona bo'lib ketyapti, ulanib ketyapti, xuddi shu. Biz shu ta'lim bizdan. Zo'r. Endi bunaqa qiziq savol ekan. Maktab qarang. Siz maktab ministri bo'ldingiz, education ministri. Qanaqa dars qo'shgan bo'lardingiz? Qanaqa sinf olib kirgan bo'lar edingiz? Hozir paytda bu yangi era, ya'ni 4-revolyutsiya davri, shunga bu AI davri desa ham bo'ladi. Men qo'shgan bo'lardimki, maktabda hattoki bog'chalarda ham AI haqida odamlar tushunchaga ega bo'lishini, ya'ni kelajakka tayyor bo'lishini xohlardim. Shunga AI'da har xil AI klasslarni maktab o'quvchilariga qo'shgan bo'lardim. Misol uchun birinchi sinf bo'lsa AI Basics, AI'da misol uchun nima hayotda o'rni, AI orqali nima qila olamiz degan fanlar qo'shgan bo'lardim. Chunki ya'ni bu texnologiya davri, davlat bu har doim ham texnologiya orqali rivojlangan. Agar bir kuchli davlat qurmoqchi bo'lsa, bolalarimizni ta'limli, yaxshi texnologik
innovatsiyalar Injener. qiladigan injenerlar yaratishimiz kerak. Shunga men nimani qo'shgan bo'lardim. AI'ni subject qilib qo'shgan bo'lardim. Savolingizga javobingizga rahmat. Sizga Ha, man ko'proq odob axloq va nima o'zbek tilida etikami? yo'q etika emas, shaxsiy rivojlanish darsini qo'shgan bo'lardim. Sababi hozirgi yoshlarimiz generation Z, generation hozir alfa ketyaptimi? Ymi? Y manimcha anaqadir. Yangi generation chiqyapti, hozir faqat Nimadir? telefondan boshini ko'tarmaydi. Mana уже avvaldaqa sportga yo'q, ovqatlanish buzilib ketgan, tizim, uxlash anaqasi buzilib ketayotgani uchun bu kelajakda yaxshi avlod chiqmasligi aniq. Na sog'lom turmush tarzidan, na yaxshi ota yoki bola bo'lishda juda katta muammo turibdi hozir butun davlatda. Koreyada masalan даже bola tug'ilmay qo'ygan, 2 oilaga 1,5 bola tug'ilib hozir. O'shaning uchun men xohlardimki, o'zimizni ta'lim sohamizga shu shaxsiy rivojlanish va ota-ona emas, odob axloq qo'shsa. Menimcha o'zi o'rab bor emasmi? Etika bor. Ana yaxshi rivojlanmaganda lekin. Etika borda. Ha. Nima deb o'ylaysiz bu misol uchun etika nimalarni etika shunga o'xshagan sohalar rivojlantirish uchun nima qilishimiz kerak? Misol uchun dinni qo'shishimiz kerakmi ta'lim qilib yo bir boshqa yo'llari bormi? Nima qilsaki bolalar telefondan uzoq bo'laladi, ya'ni ma'lum bir sohaga fokus qilib yaxshi o'qib bir narsaga erisha oladi, ya'ni odobli bo'ladi, ota-onani hurmat qila oladi. Hozirgi ota-onalar qulog'im tinchsa deb telefon berib qo'yadi. Katta planshetda ko'radiki, Masha Medved yoki boshqa Shark, Baby Shark Bo'lishi. O'shalarni ko'rib, xolos qulog'im tinchsa bo'ldi deydi, lekin agar o'sha bolalarni kichkinalikdan real hayotga olib chiqib, tog'ga, sayrga, suv, daryolar olib chiqsa, bola anaqa boshqacha bo'lsa-da ekan, dopaminni real narsadan oladigan bo'ladi-da. Hozir bolalar dopaminni shu telefonga qarasa dopamin olyapti o'zi. Dopaminni masalan hiking qilganda masalan long term dopaminni ola olmayapti o'zi. Hiking necha soat? 6 soat ketsa, 6 soat dopaminni olgandan ko'ra, shuni telefonga 2-3 minut qaraganda o'sha dopaminni olgisi keladi hozir. Lekin 6 soat dopaminga chidamaydi. Masalan, deylik triatlonga qatnashamiz, xudo xolasa. Triatlon ham 5 soat davom etishi mumkin. 5 kilometr yugurish, 300 metr suzish, 10 kilometr velosiped. Bu ham juda katta dopamin. Ya'ni oxirida mana medal bo'yningizga taqilganda o'sha juda kuchli dopamin beradi. Agar bu narsani bilsangiz, his qilsangiz. Lekin hozir ko'p yoshlar bu narsani qo'ysangchi, kerakmi shu deydi. Masalan, sochim to'kiladi, toksik bo'lishi mumkin. Savoliga noto'g'ri javob berdingiz-ku. Noto'g'ri emas, sal chekka Sal bosh bo'lib ketdimi? bo'lib ketdi. Anaqa hozir nima qilsak bo'ladi dedimi? Qanaqa Shu bolalarni tabiatga olib chiqib, o'zi aylantirib, masalan, sabr qilib, yig'lasa telefondan maksimal uzoqlashtirish kerak. Televizor anaqadan eshitirishi mumkin, lekin ko'rsatishga menimcha baribir bola yopishib qolishi mumkin baribir. Bolada tushunmaydi-da hozir nimaligini. Qiyin temada hozir ko'targan savol. Chunki bizlar Men yoshligim masalan, meni yoshligimdagi o'yinlarni hisoblasak, umuman gadjet bo'lmagan. Anaqa juda oddiy narsalardan o'yin qilib ketadi. Ko'chadagi toshlardan, cho'plardan, bekamachoq, juda oddiy narsadan maza qilardik-da. Shunda bitta savolim bor, misol uchun agar bolalarni telefondan uzoqlashtirish uchun nima qilishimiz kerak? Misol uchun ular telefonda ko'rdi yo misol uchun avvalgidek video gamelar berishimiz kerakmi? Televizorga ulangan misol uchun biz o'ynardik toshbaqqalar urushishini. bunaqa o'ynamadim. Yo'q, hozir Mario degan o'yin bor edi. Telefonga dendi orqali ulab olib o'ynardik. Shuna o'yinlar berishimiz kerakmi? Yo'q, aksincha hozir naborot, aksincha bizni hozirgi davrda avvalga qaraganda sharoit juda ko'p bolalarni yaxshi tarbiyalashga, yaxshi o'stirishga va intelligentni IQ darajasini baland qilib, farosatli qilishga juda sharoit ko'p. Har xil o'yinlar bor, intelligentni IQni oshiradigan bolalar uchun. Har xil anaqa o'yinchoqlar bor, sharoitlar bor, darsxonalar bor-da. Avval unaqa bo'lmagan. Keyin anaqa shunaqa maktablar bor, bog'chalar bor. Bog'chani bitirgancha 2-3 til gapirib chiqadi. Ingliz tili, fransuz tili shunaqa qilib chiqadigan hozir maktablar, anaqa bog'chalar bor. U Toshkentda chasti bog'chalar. Bizda sharoit ko'p, lekin ota-ona shunga anaqa ajratish kerak. Mablag', vaqt va sabr. Bo'ldi. O'sha
yaxshi javob bo'ladi deb umid qilaman. Keyingi savolga o'tasizlar. Men aytaman. Aytyapsizmi? Nechta qoldi sizda karta? Bitta qoldi, bitta qoldi. Menda ikkita qoldi, qarang. Aytmas, aha. Eng 3 ta zo'r sizda kачествоsi. Yo'q, 3 ta eng zo'r siz o'ylaydigan xususiyatingiz, kачествоsingiz, xarakteringiz. To'xtang. Bu Shu savollar so'zlar hamma bir-biriga javob bersin. O'ziga aytsa sal boshqa qoladi lekin. Masalan, Bir-biriga? masalan, men Qolbeknikini aytaman, keyin siz aytasiz, keyin siz shunaqa. Bir-birimiznikini aytsak ma'qul bo'ladi-da. Chunki odam o'zini aytsa sal g'alati bo'ladi. Yo, misol uchun bilmasligi mumkin-ku. Yo'q, bilmasligiga masalan ko'rib-da, ko'rib. Oldingizda necha 2 yilcha yurgan bo'lsak ham, baribir bilamiz-ku. O'shanga ozmi, kammi? Mayli. Bo'ldi, Men Qoyilbekni aytaman. Ayting, uchtasini. Siz aytgan gapingizni eshitadi, quloq tutadi, lekin quloq solmaydi. Muhim narsa. Ikkinchi narsa, To'g'ri. Eng yaxshi kачествосini aytishingiz kerak. o'sha eng yaxshi kачествоsi. ya'ni critical thinking qiladi deyapti. Blindly follow qilmaydi. Aha. Critical thinking qiladi har bir narsada. O'sha aytmoqchi bo'lganim, shunchaki siz aytganingizni consider qiladi, lekin hamisha ham gapingizga kirmaydi. Ikkinchi narsa bu bitta ishni nima deydi, orgacha yetkazishga harakat qiladi, yetkazishga o'sha nima o'zini butunlay jalb etadi. Uchinchisi dinda yaxshi ishlagani. 3 ta narsa. Xo'sh, kim Endi men biz Sardorbek qolib ketadi-yu. Bo'ldi, siz Hozir ayting. sizni Qolbekni aytishim kerakmi? Siz Qoyilbek, bo'lasiz menikini. Yo, masalan, ikki kishi. Ikkalada kimni aniq qilsangiz tanlayvering. Men bilan ko'p yashagansiz lekin. Qolbekda ham ozmi ko'pmi bilamiz-da. Qoyilbek. Men aytib bo'ldim-da Qoyilbekda. Aytib bo'ldingiz. Lekin qo'shilaman gapingizga, qo'shilaman. Hozir siznikini aytaman bo'lsam. Sardor, birinchi o'rinda disiplina, intizom o'ta kuchli. Sababi Sardor bilan ancha yashaganmiz, o'qiganmiz, aylanganmiz. Ishdan keyin ham futbol desak yoki kontr desak, yo'q deb anaqa ertalab turishim kerak, ertalab yoki qilishim kerak. Shu ertalab darsim bor deb o'zini listiga, planiga juda qattiq turardi. O'zini kun tartibiga o'sha intizomi o'ta kuchli. Bir, ikkinchisi anaqa. Masalan, odamlarga yumshoq, qattiq emas. Odamlarni anaqasini, tashvishini inobatga oladi. O'zini gapirayotganda o'zini anaqasidan emas. From my point of view demaydi, boshqa odamda anaqasini ham fikrini inobatga olib, holatini inobatga olib, fikr yuritadi, gapiradi. Uchinchisi esa juda yordamga shoshadi. Yordam farqi yo'q, moliyaviy, ma'naviy yoki maslahat kerak bo'lsa, hamisha nima bo'lsa, agar o'zi yordam bermasa, kim yordam berishiga yo'naltiradi. Mana shu odam senga yordam beradi deb yordamdan qochmaydi, yo'q demaydi. Eng asosiysi. Shu deb bilaman. Bundan yana list qilib berishim mumkin ko'p, lekin 3 ta deganlik uchun 3 ta bilan chegaralandik. Eng top 3 tasi. Shu. Men ham yozib oldim. Endi hammamiz o'zimizniki aytsak, misol uchun hammamiz bir yashirin nimalarimiz bo'ladi, xarakterimiz, qolganlar odamlar bilmaydigan. Qaysi xarakterlaring misol uchun sizlarda nima desam bo'ladi? Hech kim bilmaydigan xaraktermi? Hech kim bilmaydi, lekin o'sha xarakterlaring sizlarda o'zlaring o'ylayotgan planlaringga yetkazib boryapti. Yashang, mana endi ochilyapsiz. Birinchi Muhammadjondan o'qilang. Ayting. Yo'q, siz ayting. Men Muhammadjon bilan endi ko'p muloqotda bo'lmaganman. Aytaverlar, birlashib aytinglar, birgalashib. Ayting. Muhammadjon endi ochiq ko'ngil bola, o'zi yuz tuzilishidan hamma nimasidan bilinib turadi. Ko'ngli ochiq bola, yordam kerak bo'lsa yordam beradigan. Men shu xarakterlarni bilaman. Men aytib o'tay. Muhammadjon kreativ. Ikkinchisi kitobga muhabbat qo'ygan, kitobni hurmat qiladi. Va uchinchisi eshitishni biladi. Eshitishni bilish bu juda ham yaxshi narsa. Eshitgan odam nima deydi?
ko'p yiqilmaydida, eshitgan haqiqiy eshitishni biladigan odamlar. 3 ta nima aytaman. Shu siz aytdingiz hozir, nima dedingiz? O'zingizni Qanaqa masalan o'zingizga o'zingiz deb savol so'radim. Yo'q, aytdi. O'zingizni bir ma'lum bir xarakterlarini ayting, ya'ni qolganlar misol uchun bilmasligi mumkin, lekin o'sha narsalar sizni o'ylayotgan ishlarni qilishga olib boryapti. Sizni planingizga o'sha xarakteringiz olib boryapti. Ya'ni muvaffaqiyat desa ham bo'ladi. Ya'ni muvaffaqiyat degani endi o'zingizni rejalashtirayotgan narsangizga erishish desa, o'shanga qaysi xarakterlaringiz turtki bo'lyapti? Savolingizni sal noto'g'ri tushungan bo'lishim mumkin. Aytishim mumkin. Qarang, A tochka bor. O'sha A tochkaga sizni qaysi xarakteringiz olib boryapti? Qaysi xarakterim? Qaysi Menimcha endi aytmoqchisizki, X narsa olib boryapti meni, Ha. bu narsaga aytmoqchi. siz turtki bo'lyapti o'zi. Namuna bo'lish kerak-da, Shunaqa. shunaqa answer chiqishga, to'g'rimi? Sizda qanaqa kvotmi, iqtibosmi, o'sha iqtibosga o'xshagan narsada? Endi uyimda bitta iqtibos yotadi devorida. Stay foolish, stay hungry, stay foolish. Tentak qol va hamisha och bo'l. Bilimga och bo'l, fikrga, ma'lumotga, ideyaga och bo'l. O'sha narsa nima deydi? Shart turtib turadi, uni qilishga nima deydi? Kreativroq o'ylashga, boshqacharoq yondashishga o'sha turtib turadi. Lekin Bu iqtibos, lekin shu xarakteringizchi? xarakter Misol uchun disiplin. Menimcha o'sha intizom bo'lsa kerak, intizom. endi xarakteri men bilmayman. Sizlar yaxshi bilsalaringiz kerak. Men endi intizom deyman men ham. Siz juda intizomli bo'lasiz. Yo'q. Intizom. Ayting siz. O'zlikcha. Men shu Sardorbek eslatib o'tganda men odamlar gapini eshitaman, lekin o'zim bilganimdan qolmayotgan bo'laman. Ya'ni bitta bir narsaga blindly follow qilib ketmayman, ya'ni ko'r-ko'rona ergashib ketmayman. Ya'ni o'ylab buni fikri bu to'g'ri gapiryaptimi yo bu kimdan eshitgan bu narsani? Har bir narsa shu narsani o'zimga savol beraman. Keyin ikkinchi xarakterim workaholikman, ya'ni ishlashni, bir joyda o'tirib nima qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Menimcha shu xarakterlarim men o'ylayotgan maqsadlarga olib boryapti. Rahmat. Javob uchun. Meniki Endi eng qoldi, siz qoldi oxirgisi. Meniki shu boy savdo sanab o'tgandek eshitishni bilishlik. Men ko'p maslahat so'rayman odamlardan yoki podkast mana olayotganda ham Qudratbek aka, Ismoiljon aka savol so'rayotganda ham juda ko'p narsani o'zimga olaman-da. Eshitaman, masalan, nima qilganini, qanaqa qilganini. Azimjon Po'latov video chiqaradi, u qil deydi, buni qilib ko'r deydi yoki buni qilma desa, o'shani inobatga olib, o'sha eshitib bilib ketishdan anaqa Nima deydi? Eshitish hamma qiyin narsa, nima deydi? Yil o'tgandan keyin siz tushunadi eshitish qanaqaligini. Keyin anaqa men bitta odatim bor. Hammasini try qilib ko'raman. Hamma narsani. Ya'ni men total yangi bo'lsa yoki juda familiar bo'lsam ham try qilib ko'rgim keladi. Farqi yo'q nima bo'lishidan qat'iy nazar. Masalan, sportga taalluqlimi, o'qishga taalluqlimi, tilga taalluqlimi, farqi yo'q. Try uni qo'rqmasdan tavakkal risk qilib ko'rgim kelaveradi hamma narsaga. U chunki ichida qoni qiziydi-da, qanaqa deydi, qudrati, kuchi uni qiladi, qo'zg'aydi. Kerakda bu narsa, chunki hozir yiqilsam yiqilay deyapti, keyinroq yiqilmay demoqchi-da. Sizda nima savol qoldi oxirgisi? Menda qolmadi. To'xtang, qoldimikan? Bitta qoldi deganingiz. Kelajakda nimani o'rganishni xohlaysiz? O'rganish xohlagan bo'lasiz. Degana oson yana nima deydi? Bir oddiy sodda gap qo'y. Degan chili berib qo'yadi, mana ye dedi-ku. Kelajakda o'rganadigan narsa juda ham ko'p. Shu AI sohasini ham yanada o'rganmoqchiman va biznes skilllar o'rganmoqchiman. Xudo inshaalloh kelajakda o'zimizni kompaniyamizni ochmoqchimiz va kelajakda yana diniy bilimlarni o'rganmoqchiman, chunki insonga ham dunyoviy ham diniy bilimlar kerak bo'ladi. Ham spiritual, ham moliyaviy jihatdan bilimlar, ham o'zim tanlagan sohada expert, ya'ni yaxshi bir darajaga yetishni xohlayman. Mutaxassis. Mutaxassis. Sador sizcha? Nima kelajakda nima o'rganmoqchisiz, to'g'ri? What is one thing you would like to learn in the future? What's one thing you want to learn? One thing like hobby something.
I wish to write a book. Writing books. Yaxshi. Man I would like to learn more about history. Tarix haqida. Oh, what here? Ya, İngilizce ketdi ya. Nima? O'zbekcha gapiringlar. Tarix haqida ko'proq o'rganish. Ya, qaysi asar, qaysi yana? O'zimiz tarixi, O'zbekiston tarixi. Beshinchi yillar. Farqi yo'q. Butun General tarix. Masalan, nimadan boshlangan hamma. maslahat urug'idan boshlaydi. Shu tarix haqida ko'proq o'rganish haqida. Chunki tarixga keng qiziqib qoldim. Urug'da ochmay iltimos. Ashuna, mal O'sha yaptı. Üstüne yopib qo'ydi, yopdi. tarix haqida balkim pensiya chiqqanda tarix kitobini o'qib Men ikkita tarix kitobim bor, bilasizmi? olib ko'rdim-ku. 2 kilo chiqdi. Menda savol qoldi oxirgisi. Bo'sh qatorda to'ldirasiz, men bitta gap boshini aytaman, oxirgi aytishingizga. Bitta so'z, ikkita so'z. Xo'p, bitta aka ayting. Qoyilbek, qachon men jahlim chiqsa, men bitta ish qilaman. Shu ishga qilishga anoman, doirman. Qachon men jahlim chiqsa, agar uyda bo'lsam, g'usul qilaman, chunki bu jahlimni tushiradi, bir tanamni yengillashtiradi va yana produktiv davrni boshlayman. Zo'r, malades. Qachon jahlim chiqsa, men nimani qilaman, shunga qilishga doirman, loyiqman. Jahlim chiqsa ovqatlanaman. Bir xil ekanmiz-ku. Jahlim chiqsa ovqatlanaman. Bir xil ekanmiz. Men jahlim chiqsa ovqatlanaman. Yo, lekin oxirgi marta meni qachon jahlim chiqsa, men next talking prediction bo'lyapti-da. Qachon jahlim chiqsa, men ko'chaga chiqib yugurib ketaman. Bo'ldi shu hozir. Shu men ham yuguraman ham gohida, yo bo'lmasa ko'proq usul qilaman. Jahlim chiqsa shu. Oldingi paytda stadionda yugurardim-ku. Oldin. Hozir endi g'usul qilaman. Xo'sh, menda savol tugadi. Sizdan tugagan bo'lsa, tabriklaymiz. Xo'p, bugungi nimadan anaqa gaplashdik? Koreyada kompaniyasi o'qishi, bir kunlik ish tartibi, keyin nima? AI haqida gaplashdik ko'p. Ishini qanaqa topdi? Ishini topishi, Personality. nimaga Koreyan kelgan, personality, shaxsiy savollar bo'ldi bir ikkita. O'ta shaxsiy narsa bo'ldi. O'ta shaxsiy uncha o'tmadik-ku, lekin everyone, hamma bilish mumkin bo'lgan. Shu. Endi inshaalloh keyingi podkastlarimizda endi bir ish haqida bir batafsil gaplashamiz. Yana bir Muhammadjon bilan agar bir podkast bo'lsa, hozir endi umumiy topik bo'lib ketdi. Ya'ni har bitta topikdan jicha-jichaga gapirib o'tdik, lekin bu juda ham nima desam bo'ladi? Umumiy manfaatli bo'lishi mumkin, lekin ba'zi insonlar uchun ishga kirish qiziq bo'lishi mumkin, ba'zilar uchun qanday ish topish, kompaniyada nima qilishda qiziq bo'lishi mumkin. Bu haqida keyingi podkastlarda gaplashib o'tiramiz. Kompaniyangizga kirish ruxsat bersa menga, podkast qilib olib chiqamiz kompaniyangizda. Bo'ldi. Dining roomdami? Mana yana nima deydi, eksperiment qilamiz. Harakat qilamiz ruxsat olishga. Xudo xolasa keyingi podkast. Bu oxirgi gapini aytdi. Meni oxirgi gapni aytaymi? Nima? Ayting. Shu men bilaman 2x yo 3x qilib ko'rgansiz videoni. Oxirgi anavi shu o'zingiz qadriyatlaringizni saqlang, qadriyatlaringizni nima deydi, qadriga yeting va gazini bosing shu. Shu eng chetaga chiqqan eng muhimi to'g'ri muhit topish, atrofdagi odamlarni to'g'ri tanlash. Bitta noto'g'ri ketsa, kimdan ko'p vaqt o'tkazishni qarang. Asosan o'sha. Shu men ham aytib qo'ygan bo'lardim. Shu muhimi eng to'g'ri do'st tanlang, chunki AI ichiga bunchalik kirib ketishimga baribir do'stim Sardorbek sababchi. U ham AI injener, men ham AI injener, bir-birimizdan ancha narsa o'rganganmiz. Shunga to'g'ri do'st, maqsadlaringizga, oxiratingiz uchun to'g'ri do'st tanlang. Bu aniq gap $200, $300lik gap. Bitta oshga tushdingiz, endi oshga berasiz. Bo'lmasam, bugungi suhbatni shu yerda tugatamiz. Agar kamchilik bo'lsa, yozib qoldirasizlar va YouTube kanali, LinkedIn profillarini tashlab ketaman, hammasini. Kamchilik ko'p. Kamchilik. Meniki ham LinkedIn ham tashlab keting. Bo'ldi. YouTube Rahmat kelganingizga. O'zim bilan Ayting. Voy, bel qoladi. 2 soat bo'ldimi? O'chiringni qo'yadi. 1 soat 10 bo'ldi. Ovqatlarni bir joyda qo'yib, endi ovqat olib beramizga. Pizza ketdikmi pizzaga? Ya pizza yeyapman.
Ne tog'a solingan sizni? Voytalik hozir videosi ko'rasiz-ku. Shunday qo'yaqmasam qoladi sizga. Bilaman, yo'q, sizga ham shunaqa. Hamma shunday biladi. Hozir bu ko'rasiz-ku. Chiqarmang deb qo'yasiz hozir.